shunday nazarda tutilsa, unda ma'no kengroq bo'ladi. Ya'ni juma kunining to'liq o'zi fazilatli ekaniga ishora bo'ladi va sura demak o'sha kun bilan nomlangan bo'ladi. Suraning fazilatlari haqida Rasul akram alayhisolatu vassalomdan rivoyat qilingan mashhur, hammamiz har suhbatda qisqacha bo'lsa-da eslab o'tayotgan hadis. Ya'ni u zot alayhisolatu vassalomning hadislariki, Vasila ibn Asqa'dan rivoyat qilingan, menga uzun suralar Tavrat o'rniga, Zabur o'rniga esa 100 talik suralar, 100 oyatlik suralar. Keyin masoni berildi Injilning o'rniga. Mufassal esa u boshqalardan meni fazilatli bo'lishimga, ustun bo'lishimga sabab bo'ldi deganlar. Ana o'shandagi 100 va masonini ba'zi bir kishilar izohlarini so'rashgan. Bu so'zlarning izohi bir qancha. 100 endi 100 oyatlik degani, 100 oyatlik atrofidagi suralar. Masoni desa, masoni takrorlanuvchi degani o'zi. Nega masoni takrorlanuvchi deyiladi desa, masoni suralar odatda qisqaroq bo'ladi. Shuning uchun ularning demak vaqflari tez oyatlari qisqa, sura ham qisqa. Shuning uchun ularda vaqf ham qisqa bo'ladi, suraning yangilanishi ham qisqa bo'ladi. Qisqa vaqtda yangilanadi. Bu nimani anglatadi? Masalan, basmala takrorlanadi. Sura boshi takrorlanadi. Har oyatlar qisqa bo'lgani uchun nafas ko'p takrorlanadi.